Diqqat! Dollar bor barcha fuqarolar darhol ogoh bo'ling. Hozirgina dollar va rubl kursi belgilandi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. O'zbekistonda dollarning rasmiy kursi yana pastladi. Markaziy bank xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 2-mayda amalda bo'ladigan qiymatini e'lon qildi. Unga ko'ra yevro kursi 86,12 so'mga tushib, 14595,06 so'm qilib belgilandi. Rossiya rubli 1,29 so'mga pastlab, 157,32 so'mni tashkil etdi. Shunga ko'ra dollarning rasmiy kursi 20,16 so'mga pastlab, 12900 so'mni tashkil qildi, deyiladi xabarda. Bizni kuzatishda davom eting. Kanalimizga obuna bo'lib, podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang.